Shotoruzoyliga kelganmiz, eshik unutgan. Joylari prayom 60li eshik tushadi. Joy 72, bu katta. Prayomda 68 ga yo maksimum 70 ga qo'l qoldirish kerak. Bo'yi 2.7 ga qolishi kerak, bu ham pastroq ekan. 2.5 ga qoldirishga parogli bo'ladi. Sanusi ikkita spalni 80li eshik tushadi, ikki ham 80li eshik tushadi. Bular prayom yaxshi, 2.7 balandligi qoldi. Eni 90. Yana bitta sanuzelimiz. Bu ham 2.5 ga pastlab qo'ygan. Parogi bilan tushadi. 2.5 ga qiyinroq tushishi. Eni 72 buni ham. 60li eshik tushadi. Keyin ponni uyda aylanasi. Mana shu eshiklarimizni o'zini shu zavodskiy plintosidan ponni plintos aylantirib chiqamiz. Xudo xolisa ishlarimiz bitgandan keyin ko'rsataman. Ertaga inshaalloh niyat qilamiz bitirishga. Bitgandan keyin ko'rasizlar.